Urganch shahridagi Mustaqillik mahallasi kriminogen vaziyati murakkab va og'ir bo'lgan hudud hisoblanadi. Ushbu mahallada jinoyatlar sodir etilishiga ta'sir qilayotgan omillar ilmiy asosda o'rganilib, ularni bartaraf etish borasida chora-tadbirlar ishlab chiqilgan. Navbatdagi lavhamiz bu borada olib borilayotgan ishlar haqida. Hududdagi maktabda o'tkazilgan navbatdagi profilaktik tadbir yoshlarni sog'lom turmush tarziga yo'naltirish, huquqiy ongi va vatanparvarlik tuyg'usini mustahkamlashga qaratildi. Unda o'quvchilar zakovat intellektual o'yin orqali bilimini sinovdan o'tkazishdi. Sport bellashuvlarida, jumladan futbol musobaqalarida o'z jamoaviy ruhini namoyon etishdi. Harbiy xizmatchilar tomonidan qurol aslahalarning tuzilishi, ularning ishlatilish tartibi va mudofaa sohasidagi o'rni haqida batafsil ma'lumotlar berildi. Shuningdek, o'quvchilar uchun ko'rgazma tashkil etilib, yoshlar qurollarni yaqindan ko'rib, ularning ishlash tizimi bilan tanishish imkoniga ega bo'lishdi. Uchrashuv davomida harbiylarning chiqishlari o'quvchilarda katta taassurot qoldirdi. Tadbir jarayonida yoshlar faolligi, ularning o'z fikrini erkin ifoda etishi va jamoaviy ishtiroki kuzatildi. Bunday uchrashuvlar nafaqat huquqiy madaniyatni oshirish, balki yoshlarning ongida milliy g'urur, mas'uliyat va vatanga sadoqat tuyg'ularini yanada kuchaytirishga xizmat qilmoqda.